Alexandria Serapium degan joy. Kirish 200 so'm ekan. Juda ham ko'p narsa bor bu yerda. Shuncha odamlar turibdi. Asosiysi mana shu narsa. Hozir qolganda. Bu nima edi ismi? Sankt-Peterburgda shuni asosda qilingan. Serapis yoki Serapium degan xudoni maqbarasi ekan, templi ekan. Bu albatta suvenir magazin. Shuna kirishimizda. Kirish 200 so'm. Madallar tushuntiryapti bitta. Chiqishda shetda ana diarit qattiq toshdan qilingan. Ayol kishi bu xudosi bo'ladi yoki xotini, ichkariga mana shu o'rtadagi fravn bo'ladi, ikkita chekkadagi esa xudo bo'ladi. Himoya qilib turadi. Bu yilib ketgan bo'lsa, suv tagidan olingan bo'ladi odatda. Bu sillig'i yilib ketgan vanna. Toshi kattaligini. Mana greklarning anisi. Nima? Usuli. Mana haqiqiy suv tagida qolib ketgan Alexandriya suv tagiga kirib ketganda olib kelib qo'yishgan bekka. Bular nimadir silliq toshlar, kolonnalar tagi. Bunisini kallasini olib tashlashibdi. Mana zo'r. Bu Sphinx bu ham yilib ketgan. Mana granit tosh deyarli yilmagan. Bu mana yo'lbars oyog'ini nimadir qilib turibdi. Usuli boshqacha. Mana shuncha narsalar turibdi. Naqshlarni usullari qilishgandi shu paytda. Kolonnalar. Menga qiziq tuyulgani mana shu narsa bo'ldi. Qo'l, oyoq, lekin qo'lga o'xshaydi. Barmog'i, bunda barmoq ishlab turganda. Oyoq bunaqa emas. Qo'l shunaqa. Mana o'tirgan ekan hozir qarasak. Mana qo'li. Bu qo'l sifat oyoq. Bu yalang'och shekilli. Mana yerda kolonnani yarmi turibdi-da. Xuddi ana shunaqa kolonna, Pompeya kolonnasi deyilar ekan. Mana Sankt-Peterburgda shuni asosda qilishgan. Rimda ham bir Pompeya. Buni Yunonlar qilgan deyishadi. Lekin bu yerda Yunonlar qilganlar, hatto yozuvlar mana qadimgi Misr yozuvi. Mana sherga o'xshaydi. Sherni bir qismi bu orqa tarafdan sher, bunisi old tarafdan. Shahar qoldiqlari, shahar emas, ibodatxona bo'lgan kerak. Devorlari ya. Betdan kiray. O'sha paytdagi g'ishlarda g'ishlar shunaqa bo'lgan shekilli. Bu endi tosh. G'ishlar shu pajaqib qoladi-mi? Turib. Kichkina g'ish. Mana hozir birinchi mana yerda bir anisi bor ekan. Podzemlashga kirib chiqaylik. Pampi pillar deyapti. Nima deydi? Ustuni. Kism. Tagida Serapium, Alexandria Serapium deyiladi. Ibodatxona joylarini yunon tilida Serapium deyishgan. Kiraylikchi. Bu desak, mana yana bitta bor ekan. Nadadir zax betlar. Shu yerdan kirdik.
Daha joylari bor ekan qanaqadir. Konditsioner aylanyapti. Zax havoni ketkazib turish uchun. Mana bor ekan. Ehe, ichi kirib ketyapti. Labirintim ben. Bitta nimadirlar qo'ygan shekilli. Yo bu xolodilnik bo'lganmikin? Bunisi ko'raylikchi. Mana toshi o'yib ochganda bu yerda. Pastga qarab ketyapti. Bismillah. Qanchadir tushdik pastga. Mana chiziqlar, tosh chiziqlari bor ekan. Yer qatlamlarimikin bo'lgan, nimadir chiziq bo'lganmikin bu yerda. Qattiq tosh yerda. Yana bor ekan. Nechadir metr tushdik. Yana ketyapti. Mana nima ekan? Zamonaviy taxta. Yo bor tushamiz. Sholasiz. Oxiri. Bu kovlab ketavergandingiz, значит. Mana tuprog'i. Bu tuz bu. Oddiy tosh emas, tuz bu. Murt. Qanaqadir. Mana izlari bor ekan, mana buni kovlaganlarning izlari bor ekan. Ular shu dinini deb savob bo'ladi deganda ular bir vaqtlar shular qilsak xudomizga deb. Xudosi ko'p bo'lgan-ku. Qaysidir xudosiga. Qaytib chiqamiz. Bu kirgan joyimiz aytadi xira turibdi. Small library deb qo'yibdi. Ya library degan. Bu library degan so'z yo'q menimcha. Mana yerda maktabatu Sug'ayra deb qo'yibdi. Kichkina kutubxona bu. Endi kattasiga kiramiz. Bunisi mana sanctuary debdi. Qadsul Hamdas. Kiraylik bunisiga ham. Огнетушение kamera. To'g'rida mol turibdi yana o'sha mol. Hindlar sig'inadigan. O'sha paytdagimikin? Bismillahirrohmanirrohim. Bu ana misrliylari molidan ancha farq qilyapti-da. Lekin toshini toshmi? Tosh emas bu. Aya bu qadimgi emas bu. Taxta shekilli. Plasmasdan taxtami shunaqa. Skoriy mana shu yerda oldin bo'lganda shuni qo'yishgan. O'tmasin deb narsa qo'yib qo'yishgan bo'lgan mana shu yerga. Olib tashlashibdi. Mayli. Chiqaytamiz bu yerdan ham. Menimcha shetlarda haykallar bo'lganda unda har bittasida. Mana shu nimadir o'rnatilgan bo'lgan. Baland bir obelisk o'xshagan. Men toshlar qadimiy bo'lsa kerak, shu yerda devor bo'lgan. Buni hozirgilar qurib qo'ymaydi, bunaqa qilib. Tosh o'zi ham eskirgan, chirigan. Yaxshi. Shunaqa gap. Sanctuary degan joyga tushib chiqdik. Asosiysi mana kolonna. Kolonna uzoqdan katta ko'rinmaskanda, lekin tagiga kelsa juda katta ekan, juda. Qanaqa qilib granit toshdan sig'mayapti tash. Asvandan olib kelishgan bo'lsa 1000 km uzoqda. Sankt-Peterburgda ham
Napoleonni yutgani uchun Iskandar, Aleksandr ikkinchi qildirgan mana ichida. Yozuvi ham turibdi. Sigaretlar ham turibdi. Mana shu yashlab qolsa qanaqadir yozuv bor. Mana bakal rasmi mana shu. Nima ekan bu tosh? Tekis tepasi, tekis. Tekis bo'lishga e'tibor berishgandir esa. Bu nimadir ma'nosi bor menimcha. Ha, bu qabr tosh bu, sarkofagga o'xshayapti. Sarkofagni yopishgan shunaqa. Aylanib ko'raylik. Bitta qanaqadir binolar bo'lganda. Tagida bitta qora tosh turibdi. Nimadir ma'nosi bordirdi. Mayli. Bu tarafga borib kelaylikchi. Bu tarafiga yetib keldik. Qizig'im ayta dimoxotlar turibdi-da. Mana qarasak, juda chuqur narsa. Qanaqadir chuqur joylar. Mayli. Ana, shu yerda odamlar rasmga tushsiz yaxshi joy ekan mana shu yerda. Mana shu yerda suyanib rasmga tushsa bo'ladi. Mana tushyapti. Yaxshi, betni ko'rdik. Qaytamiz bu yerdan. Sfinksni ko'rib qo'yaylik, bu sal chiroyliroq qilingan ekan. Burni yo'q odatdagidek. Nimadirlardir shular, nimadirlar. Mana yerda kirib ketadigan joy bor ekan, chuqur. Menga yoqqani bunaqa o'tiradigan narsalari xuddi eskicha usulda qilishibdi. Skameykalari. Hozir kirib ketgan joy mana bu yerdan deydi. Yaxshi ko'rdik. Har xil joyga to'plab qo'yishgan bunaqa qilib. Shu mana granit toshlari hammasi shu 1000 kilometrdan kelgan. Kichik-kichiklari ham, parchalari ham, boshqalari ham. Raqamlab chiqishibdi. Kolonna. Hozir remont qilishyapti, g'ishtlar ham xuddi miram-mirim bo'lib, o'sha paytdagi moslashgan. Hamma yoqda shunaqa kolonnalar yotibdi. Ozgina tiklab qo'yishgan ba'zilarini. Bitta sfinkslar bor. Bitta sfinksni olib ketishgan, to'g'ri? Sankt-Peterburgda ham bitta bor. Sotib olishgan albatta. O'g'irlashmagan. Mana bu yerlarda ham nimadirlar. Bu greklar usulida qilingan. Mana ular. Mana yozuv turibdi. Qadimgi Misr yozuvida. Mana ayniqsa mana. Mana как будто bu Fravn. Bu xudo mana quyoshlanib turibdi. Unga nimadirlar deyapti. Iltijo qilyapti. Nimadir deb. Tepadan qush patlar turibdi. Как зеркальный-da, aks etib turibdi. Mana bu yerda ham qadimgi Misr Fravn kimnidir ushlab uryapti, to'g'ri, solyapti aylantirib. Dushmanlarni bo'lsa kerak. Mana bunisi ham qadimgi Fravnlar paytidagi usulda. Bunisi ham. Manisini qaranglar. Mana oyog'i bilan turibdi. Nimadir qilib turibdi-da, boshqacha usulda ekan. Bu yerda yozib qo'yibdi. Bir ramziz ekan bu ham. Kallasiz. Qo'lida nimadir ushlab turibdi. Ikkinchisi qo'li
pastda turibdi deydi, ko'rinmayapti lekin. Koronatsiya bo'lganlarim aytdi, mana qullar turibdi pastda bu. Kimlardir ustida turibdi-da, kimlardir yutgan. Hamma adabini bergan. Aslida unaqa bo'lmagan, shunaqa ko'rsatishgan. Bu toshbaqa bu, skoriya. Toshbaqa emas, anaqa muqaddas qo'ng'iz bo'lib. Shunaqa gaplar, shu bilan tugadi. Yaxshi deymiz. Kelib turinglar shu yerlarga ham. Aleksandriya Serapium deyiladi. Google Map'dan qidiraman desangiz.